Robot yiqilib tushganida hamma uning ustidan kuldi. Ammo shoshqaloqlik qilmang. Bularning barchasi ataylab rejalashtirilgan ekan. Maqsad robot endi qo'llarsiz, xuddi breakdanschilardek juda murakkab usulda o'rnidan tura olishni ko'rsatish bo'lgan. Ko'pchilik bu yerda shubhali narsa bordek hisoblamoqda. Ularning fikricha, bu yilda Xitoy televideniyasida haqiqiy robotlar emas, balki kompyuter grafikasi namoyish etilgan va ularning tushunish mumkin. Masalan, ro'porosi 1 yil oldingi konsertni qarang. U yerda ham robotlar chiqish qilgan edi. Ular eng oddiy harakatlarni bajarishgan va biz tasavvur qilgandek haqiqiy robotlarga o'xshardi. Endi esa kechagi konsertga e'tibor bering. Ishlab chiquvchilarning ta'kidlashicha, bu chiqish davomida bir nechta texnologik inqiloblar sodir bo'lgan. Masalan, havoda 3 metrdan balandroqqa sakrab salto otish, bir oyoqda ketma-ket saltolar seriyasi va devor yordamida orqaga salto otish. Lekin mana bu nomer odamni zol qoldiradi. Robotlarni maxsus qurilmalar havoga irg'itib yubordi. Ular esa havoda aylanib, muvozanatni yo'qotmay yerga qo'nishdi. Bularning barchasi yaxshi albatta, lekin chiqishdan asosiy maqsad robotlar kelajagimizning ajralmas qismi ekanligini ko'rsatish edi. Biz ular bilan birga yashaymiz va ular kundalik yumushlarimizning katta qismini bajarishadi. Faqat bir narsa tushunarsiz. Xitoy o'sha shouda robotlarning jangovar san'at va qilichbozlik mahoratini namoyish qilib, nimaga shama qilyapti? Umuman olganda bu haqida siz nima deb o'ylaysiz? Obuna bo'lishni unutmang.